Rishton tumanining Nosgar mahallasida faoliyat boshlagan Mehrli qo'llar nodavlat muassasasida 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi mavjud bolalar uchun kunduzgi parvarish xizmati yo'lga qo'yildi. Avvaldanoq aytish mumkinki, mazkur xizmat doimiy parvarishga muhtoj bolalar va ularning yaqinlari uchun ayni muddao bo'layotir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining shu yil 3-fevraldagi nogironligi bo'lgan bolalarga ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga muvofiq davlat xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan muassasa hozirda 18 nafar nogironligi mavjud o'g'il-qizni o'z bag'riga olgan. Bolalarning tayanch harakat a'zolaridagi nuqsonlarni jismoniy chiniqtirish mashqlari yordamida yengillatish, rivojlanmagan ichki va tashqi hissiy sezgilarni uyg'otish, nutq va eshitish bilan bog'liq muammolarga amaliy yondashish uchun malakali mutaxassislar, jumladan o'qilovchi, defektolog va logoped jalb qilingan. Mutaxassislarimiz 10 yildan buyon aynan nogironligi bo'lgan bolalar bilan ishlashadi, deydi muassasa rahbari Subhidam Soliyeva. Ularda yetarlicha tajriba va ko'nikma shakllangan va har bir bola bilan alohida ish olib borishadi. Shuningdek, ota-onalarga bolalarni uy sharoitida parvarishlash bo'yicha tavsiyalar berishadi. Onalar bolalaridagi bo'layotgan o'zgarishlardan, natijalardan juda ham xursand. Bularda onalarning ko'zidagi quvonchini, ishonchini ko'rib, yana ham ishlashga bo'lgan shijoatim oshib ketadi. Bu eshikdan kirib borishimga har bir bolani ko'zidagi quvonchi, menga qarab kulishi, bu bir o'zgacha bir mehr, buni tasavvur qilib bera olmayman. Gulmiraxon Tursunova qo'shni Tojikiston Respublikasining So'g'd viloyati Spitamen tumanidan kelgan. U 10 yashar o'g'li Yusufning tayanch harakat a'zolaridagi nuqsonlar asta-sekin yo'qolib borayotganini aytib, qaniydi biz tomonlarda ham nogironligi bo'lgan bolalarga shu qadar mehr va e'tibor qaratilsa deya orzu qiladi. Onalar farzandi uchun har qanday og'ir sinovlarga ham dosh beradi, deydi Gulmiraxon Tursunova. Meni ham yuzlab kilometr masofa bosib bu tomonlarga kelishga onalik mehrim sabab bo'ldi. Ushbu muassasa haqida ijtimoiy tarmoqlar orqali xabar topdim va komil ishonch bilan keldim. Vaqtincha ijarada yashayapmiz. Hozirdanoq o'g'limdagi ijobiy o'zgarishlarni ko'rib, quvonchimni ichimga sig'dira olmayapman. U yurishni boshladi. Ancha o'zgarishlar yaxshi, hamma sharoitlar yaxshi ekan. Bizga ma'qul. O'g'limda ancha o'zgarishlar bor. Oldin yura olmasdi, hozir mana hadinoqlarni ushlab yuryapti. Ochganlarga rahmat. Nodiraxon Yoqubjonova rishtonlik. Qizi Mohinur 14 yoshga to'libdiki, muttasil ravishda uning parvarishi bilan band. Biron joyda ishlamagan. Mahalladagi ijtimoiy xodim tavsiyasiga ko'ra farzandi kunduzgi parvarish xizmati bilan qamrab olindi. O'zi esa ushbu muassasaga ishga qabul qilindi. 14 yildan buyon qizimning og'ziga tikilaman, bir og'iz gapirarmikan deb. Shu muassasaga farzandimni olib kelgach, aya degan so'zni birinchi marta eshitdim. Mohinur 10 ga yaqin so'zni talaffuz qilishni o'rganib oldi. Juda ham baxtiyorman. Qizimdagi o'zgarishlar bir tomon, o'zimning shu muassasaga ishga joylashganim yana bir tomon bo'ldi. Shuncha yillik diqqi nafaslik ortda qolganiga shukr, deydi Nodiraxon Yoqubjonova. Farzandimni 14 yil uyda o'zim qaramog'imda qarab o'tirdim. Bir kuni ijtimoiy xodimimiz xabar olgani kirishganda, kunduzgi parvarishlash xizmati yo'lga qo'yilyapti. Shunga berasizmi Mohinur deyishdi. Keyin beraman dedim. Kunduzi bo'lsa beraman deb. Keyin Subhidamxon bizga aloqaga chiqishdi, o'zlari taklif qilishdi. Ochilish marosimiga keldik, shu kundan boshladik. 2 oydan beri mana farzandim shetda. Farzandimni shetga olib kelganimda juda ham xursandman. Chunki farzandimga qarab o'tirardim, bitta joyga bormasdim, jamoatga qo'shila olmasdim. Hozirda o'zim ham birinchidan ish bilan ta'minlanganman. Ham ishlayapman, ham farzandim chiroyli parvarishda. Lekin eng meni xursand qilgan, bizni oilani xursand qilgani Mohinurxon mustaqil o'tiryapti.
tik turyapti o'zi mustaqil oyog'ida, keyin so'zlar chiqargan. Men 14 yil kutgan so'z, aya degan so'zni aytdi chetga kelib. Xayr degan so'zni aytyapti. Juda ham xursand, o'zimdan ko'ra farzandim xursand. Rishton tumani Inson ijtimoiy xizmatlar markazining nogironligi bo'lgan shaxslar bilan ishlash sho'basi mudiri Axliyor Jumayevning ma'lum qilishicha, mahallalardagi ijtimoiy xodimlar tomonidan o'tkazilgan xatlov natijasida kunduzgi parvarish xizmati bilan qamrab olish mumkin bo'lgan bolalar soni tumanda 96 nafarni tashkil etishi aniqlangan. Pedagogik tibbiy psixologik komissiyasi hozirga qadar ularning 18 nafarini kunduzgi parvarish xizmatiga jalb qilish yuzasidan xulosa berdi va kelgusida alohida ta'limga jalb qilinmagan bolalarni ushbu xizmat bilan to'liq qamrab olish maqsad qilingan. Hozirgi kunda o'sha kunduzgi parvarishlash xizmatiga jalb qilingan bolalarni 8 nafari, ya'ni o'sha bolalarning ota-onalari ham ish bilan ta'minlangan. Hozirgi kunda mana shu yerga kelib, bevosita o'sha jarayonlarda o'zlari ham qatnashyapti. Kunduzgi parvarish xizmati qanaqa tashkillangan, o'zlari ko'zlari bilan ko'rishyapti. Bundan tashqari, bu yerdagi o'sha mutaxassislar ota-onalarga, misol uchun kunduzgi parvarishlash xizmati aytaylik, faqat kunduz kuni tashkil qilinadigan bo'lsa, bolalar uyga borgandan so'ng ota-ona uy sharoitida, ya'ni muassasadan chiqqandan keyin bolalarni qanaqa to'g'ri parvarishlash, qanaqa ovqatlantirish, gigiyena qoidalariga rioya qilish, umuman olganda hamma yo'nalishlarda o'sha maslahatlar berishib, bolani to'g'ri parvarishlashda o'sha konsultatsiyaga o'tib berishyapti. Shu o'rinda ta'kidlash lozimki, kunduzgi parvarish xizmatining yo'lga qo'yilishi mamlakatimizda kambag'allikdan farovonlik sari dasturi ijrosini ta'minlash, ijtimoiy xizmat va yordam ko'rsatish ko'lamini kengaytirish orqali oilalarning mehnat qilish imkoniyatini cheklovchi sabablarni bartaraf etish va oila a'zolariga mehnat qilish uchun sharoit yaratish, shuningdek, nogironligi bo'lgan bolalarning oila qaramog'ida qolishini ta'minlash va ijtimoiy yetimlikning oldini olishga xizmat qiladi.